Erkak kishi qiynalayotgan vaqtida, misol uchun yo'qchilik bilan sinalayotganida, bu insonning hayotida birinchi bo'lib nimalari bo'ladi bilasizmi? Birinchi bo'lib, u insonning ishlari joyida hammasi zo'r bo'lgan vaqtida yonidagi do'stlari. Men seni og'ir kuningda ham, yaxshi kuningda ham doim yoningdaman. Men seni qiyomatli do'stingman degan insonlari birinchi bo'lib voz kechadi. Biz siz bilan hammasiga birgalikda erishamiz. Hali bundan zo'r bo'lib ketamiz degan sevgan yoringiz ham sizdan voz kechib ketadi. Shunaqa bo'lmasligi uchun atrofingizdagi sizga yaqinlashayotgan insonlarga unchalik ishonmang. U insonlarga u darajada bog'lanib qolmang. Insonlar shunaqa unutuvchan bo'lishadi. Erkak kishi qiynalayotgan vaqtida, misol uchun yo'qchilik bilan sinalayotganida, bu insonning hayotida